Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib boruvchilar, bugungi ishimiz 7 aprel Andijon viloyati Sharxon tumanida bo'lyapti. 72 kvadrat tomimizga penadan lombos qilib beryapmiz. Gipslarimiz tomga chiqilyapti. Bu yerda 7-8 santimetrga zakaz olganmiz. Tagiga solinadigan materiallari, gipslari quyishlari bilan 7-8 santimetrini bu yerga 48 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tomimiz jicha pastroq bo'lgani uchun shipillarini ochdik. Alohida unga pul berishadigan bo'ldi hoji akalar. Bizni penamiz bir sifatini tekshirib qo'ying. Ustaga bitta tushib bosib ko'rsatib qo'ying. Mana shu quyilganiga bir 15 daqiqa bo'ldi. Mana ustida bemalol yursa bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, batafsil tushuntiramiz. Mana ishonchli gipslarimizni tortib qollar. Bizda guruhimiz ikkita, bittasi Quvada ishini tugatib, xudo xolasa ular ham yetib kelishadi bu yerga. Bu yerga bolalarga qarashib, tezroq tugatib, bu yerdan ketamiz. Like bosib, bizni poddesh qilib turasizlar.